Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugun ertalabdan Zavtrikda, biznes Zavtrikda, ya'ni ish bo'yicha rasmiy nonushtada bir qadrdonimiz bilan gaplashdik. Yurisprudensiya masalasida bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik insonlar qo'llaridagi hujjatga, dalilga ishonishadi-da, o'zlarini haq ekanliklarini tasdiqlaydigan dalilga ishonib, bo'ldi, men shu hujjat menda bor-ku, men haqman-ku deyshadi va natijada ular sudlarda yoki boshqa joylarda yutqizib qo'yadilar. Sababi haqiqatni qaror toptirish uchun sizni qo'lingizdagi dalilni borligi yetarli emas, balki bu dalilni to'g'ri joyda to'g'ri ishlatish va jarayonda to'g'ri harakatlanish juda ham muhim. Mana shu joyda hozir bizni tanishimiz yutqizib qo'yganlar. Ularning qo'llarida ularning haq ekanligini tasdiqlaydigan hujjat bor, lekin bu hujjatni to'g'ri ishlatishni va uni jarayonini to'g'ri amalga oshirmaganlar va natijada mana hozir ma'lum bir summa to'lashlariga to'g'ri kelyapti. Rahmat, salomat bo'lasizlar.